Farhod akam o'g'limading? Ha? Boy magazin chiqibdi, sigara topib ber. Ama aka velosipedimni teshigida o'zingiz olib kelavering. Bo'lmasa chiqgin uka, qaytaman senga. Valiroq aytmasman, men tushunadi. O'zimiz chiqishilami? Bor, pishkon chiqib kel, qachon damlab o'lasan bunda. Yoshlarga sigaret sotmas ekanman aka. Telefoning bormi? Ha, bor. Do'konga kirganda video izlab telefon qilib, do'konchiga o'zim tushuntiraman. Bor. Xo'p. Aka, hozir mana do'konga kirib ketyapman, qanaqa sigaretligini do'konchiga o'zingiz tushuntirasiz. Xo'p. O'bala, berchi telefonni baqa? Mana. Ha, o'g'lim. Ha, o'zimga aytolmayapsiz, olib kirardim o'zim. Kecha buvimlar akaga yig'ildik. Nima kelmadingiz, tog'ay? Aka, mana unga stikla qo'yib bering-a. Qani? Mana tayyor. Aka, rahmat. Sog' bo'ling. Ustaga qalla. Nima qilish kerak aka o'zi? Mana shu stiklasini almashtirib berish kerak. Mulla aka, men o'zimga beraman. Ahoy ko'nim chikor ko'nim noz badan ishlarlar. Ahoy ko'nim Endi kechasi soat 2 da ham, yakshanba kuni ham uyingizga pul yuborishingiz mumkin. Bank ochilishini kutmaysiz, navbatda turmaysiz. Hech kimga iltimos qilishingiz ham shart emas. Yuborma ilovasi 24 ga yetdi. Sizga erkinlik beradi. Istalgan vaqtda, istalgan joyda bir necha soniyalarda pul yuboring. Siz ishlayotganingizda ham, dam olayotganingizda ham, kechasimi, kunduzimi farqi yo'q. Pulingiz uydagilaringizga bir zumda yetib boradi. Endi pul jo'natish har doim siz xohlagan paytda. Yubor, qulay, xavfsiz va ishonchli ilovadir. Oshiman! Merci tamam! Ichaman degandek bo'ldimi? Nima baqiryapti? Liboy Muhriddin osh markaziga borib, kamida 250 minglik osh yesangiz, qo'lingizga qog'ozcha berar ekan. O'sha qog'ozchaga ism, familiya, telefon nomerni yozib, o'sha yerda turgan latatronga tashab qo'ysangiz, Qodir Toliyev minib yurgan Mers bor-ku, o'sha yutib olishingiz mumkin ekan. Hamma shartini bajaraman. O'sha Mersini ham baribir yutaman. Yana qanaqa shart bor ekan? Qodir Toliyev o'zini komandasi devalarga podpiska tashab qo'yibdi. Shu 4 ta odamga obuna bo'lsangiz bo'ldi ekan. iPhone 7 Pro Max ham meniki bo'ladi. iPhone 7 dan yutib olsa bo'ladimi? Ha, uni sharti sal boshqacharoq ekan. Qodir Toliyev hamma videolariga like bostirib, kommentariy yozib qo'ysa, xohlagan videosini ichidan tanlab olar ekan g'olib. Ha, uni tushundim. Qancha ko'p kommentariy yozsam, imkoniyati shuncha ko'p bo'lar ekan. Qodir aka bilan yurgan Merchi. Ha, siz 5-6 marta osh yegan boraverasiz, unda ham imkoniyatingiz ko'p bo'ladi. Gapir, tilsim! O aka, o. Tish olish 250 ming so'm. Juda qimmatli qilib turgan bo'lsa 200 ming so'mga ham olib beraveraman. Ha, bo'pti. O'tiring, 150 ming so'mga olib qo'yaman. Mayli, ana 100 mingga olaman. O'zi tish oldirgan 250 olib kelaman. Mana undan 100 olib qoling. Aka, kecha yotsam, biznes g'oyam jinnis yeb qoldi-yu. Yana-ya? Ha, bu safargiza ancha ishonchli, o'xshaydi. Qani aychi uka. Bitta bankomatda olib uyga borib o'rnatamiz. Sizni kartangizga 1 million tashlaymiz. Keyin hali bankomatda ochib 1 millionni olamizda sizni kartangizga yana tashlaymiz. Nech pul bo'ladi? 2 million bo'ladi. Shuni ittalabdan kechgacha qaytarsa-chi? Bir hamdira milliarder bo'lib ketamiz. Mana shuni aytyapman sizga. Bankomatda bozorda sotmaydi-yu, qayerda olamiz? Ay,